Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga doir muhim xabarlardan ma'lumot beramiz. Men bugungi program riyosatchisi Erkin. Bu yilgi Eid munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qodir xonim barliq Uyg'urlarga salom yo'lladi va osoyishlik tiladi. G'arib ellərdə yaşayotgan Uyg'urlarmı özləri yaşayotgan dövlətlərdə Roziyetni qutuqladı, özara yetlaşdı və vətən içi sirtidagi Uyg'ur qarindoshlarga heytliq salom yo'llashdi. Bu yilgi Roziya Xotan Navaq vaqasi və Qashqarda hujum qilish vaqalari yuz bergan mezgilga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besimini hassilab oshirganligi və Uyg'ur diyoridagi Uyg'urlarning qatma-qat cheklash siyosatlari ichida Roziyeti və Roziyetni o'tkazishga majburlanganligi ma'lum. Torontodagi Uyg'ur jamoati o'tirg'a qo'ygan Uyg'ur masjid selish plani Kanada hukumatining tasdiqidan o'tdi. Buningdan 2 yil avval Torontoda yashayotgan Uyg'urlardan 7 kishi birlashib, Toronto shahrida Uyg'ur masjid selishga rahbarlik qilish komiteti qurgan. Toronto shahrida Uyg'ur masjid selishga rahbarlik qilish komitetining a'zosi Ibrohim Qorim Uyg'ur masjid selishining Kanadadagi Uyg'urlarning milliy kimligi va diniy e'tiqodini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Bütün dünya Müslümanları 30 günlük Ramazan ibadetinden keyinki Eidlik bayram tantanasiga çömgen bir paytda Uyghur elidagi Müslümanlar bu şatlıqqa vaqtida jor bolanmadı. Dünyanın her qaysi joylarida Eid namozi 30 avgust o'qildi. Lekin Xitoy hukumat doiralari Uyghur elidagi Müslümanlarga uqtirish chiqarib, Eidlik dam olishning 31 avgustdan 2 sentabrga chiqqanligini bekitgan. Qashqardagi dаңlıq masjid Eidgah jamisidagi bir yosh xotib hukumatning uqtirish bo'yicha Eid namozining 31 avgust o'qiladiganligini aytdi. Ma'lumotlarga qaraganda Xitoydagi tungan musulmonlari Eid namozini 30 avgust o'qigan. 2009 yılı 14 fevralda Xitoy saqchi doiralari Xotanda Miradiljon Muhammad ismli bir Uyg'ur yakki tijoratchini etib o'ltirib etgan va qo'lga olg'ini kirsak, qarshilik ko'rsatgachga etib tashlandi deb sabab ko'rsatib, Miradiljonning etish qilmishining qonunliq ekanligini isbotlashga tirishgan. Egalligan ma'lumotlarga qaraganda Miradiljon bir qori bo'lib, yo'shurun va oshkora so'rinlarda diniy tabliq qilgan va Xitoyning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy doiralari Miradiljon etib etgandan keyin uning jasadini oilasiga qaytarib bermay, maxfiy ko'mib etgan va ko'milgan o'rinni onasiga ko'rsatmagan. Miradilning onasi O'g'ilxon xonim o'g'lining zodi nima jinoyat bilan etib tashlanganligiga javob topishga tirishgan, lekin natija qozonolmagan. Özünü Arab deb tanıştırgan bir Pakistanlık bunundan 4 yıl avval 17 yaşlıq Uyghur kızı Arzugul Asqar bilan kuchada to'y qilgan. Öy tutgan 4 yıldan beri erini Arab, onun dövletini Arab Birleşme Xalqligi deb bilib kelgan Arzugul o'zining aldanganligini bu yil 4-oyda bilib yetgan. Chunki eri uni Dubayga kelib manganligini aytib Pakistanning Peshawar viloyatiga tashlab qo'ygan va o'zi g'oyib bo'lgan. Arzugul erining aldamchiligini bilgandan keyin yurtiga qaytmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, eri pasportini yo'shirib olganligi uchun yurtiga qaytishga amalsiz qolgan. Navbatda Arzugul va uning 3 yoshlik bolasining taqdiri Pakistondagi Uyg'urlarni andishiga solmoqda. Xitoy hukumati 1 sentabr boshlanadigan Yevroaziya yarmankasi arifasida bexatarlik tadbirlarini qattiq kuchaytirdi. Urumchi havo bo'shlig'i kontrol ostiga ilinib, laglag, kaptar qatorliqlarni uchirish cheklandi. Ma'lum bo'lishicha, bu xil tadbir yana Korla, Sanji, Turpan, Shixanzi qatorliq shaharlarda yo'lga qo'yilgan. Urumchi ko'chalariga to'liq qurollangan soqchilar o'rinlashtirilib, chorlash kuchaytirilgan. Yarmanka 5 sentabrgacha ichiladi. Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Christopher Smith bilan Demokratik Kengash Palata a'zosi Sherrod Brownning raisligidagi Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar ijroiya komiteti chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Malayziya 18 avgust Xitoyga qaytarib bergan 11 Uyg'urning oqibatidan ma'lumot berishni talab qildi. Ularni qaytarishning xalqaro qonunga xilof ekanligi bildirildi. Christopher Smith bilan Sherrod Brown yana Malayziya hukumatini tanqidlab, Malayziya doiralari tomonidan qo'lga olingan 5 nafar Uyg'ur siyosiy panohlik tilaguvchini qaytarib o'tmaslikka chaqirdi. Malayziya hukumati 8-oyning 6-kuni 16 Uyg'urni qo'lga olib, ularning 11 nafarini Xitoyga qaytarib bergan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.